Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuyunsizlar? Sizlar bilan Abdusamad. Bugun sizlarga 14, ya'ni payshanba kunlik smenani ko'rsataman. Soatimiz 8:15. Ko'ryapsizlar. Ko'rayotgan bo'lsa 8:15. Hozir Uber applikatsiyada ishga chiqamiz. Xullas akalar, Yevropa kelmoqchi bo'lganlar kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali ma'lumotlar chiqarib boraman. Mashinamiz XL 2015-yil Comfort va XL va Uber oddiy ekonom tariflarida ishlab ko'rsataman. 8:15 da boshlayapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Boshlandi. Hop, ko'rib turibsizlar 0. Xudo xolasa, nima deydi? Zapravka tayyor, mashina nima deydi? Ishlagani tayyor. Endi sekin ishga chiqib yo'lda ishlarni boshlaymiz. Xo'p, nima deydi? Kecha unaqa ko'p ish bo'lmadi, sababi o'zgarish ishlarimiz bor edi, ularni qildik va endi sekin bugun Uberda enasini ko'rsatamiz akalar, sizlar bilan birgalikda. Birinchi zakazimizni oldik. Hech kim yo'q, ertalabki 8 da. Jing. Bularni tashlab qo'ydik. Ikkinchi zakazimiz Pyotr. 30 zlotdan xizmatdan chiqishimiz kerak. Pyotr qo'ydik. Ketdik. Qo'yib ketishdi. Hop. 8:26, 7 Qachda 10 daqiqa vaqtimiz ketdi. Kutishim bilan 16 zlot berdi menga. Hop, keyingi zakazga o'tamiz. Nima deydi akalar, soat 8 bo'lishiga, 8:30 bo'lishiga qaramasdan ko'chada odam juda ham kam. Ko'rib turibsizlar, почти sentra, lekin bunday vaqtda bizda o'zimizda juda ham ko'p odam bo'ladi. Toshkentda, Moskvada kerak bo'lsa, Moskva ham движениялар город. Lekin batda qanaqadir imенно shu tarafda unaqa ko'p odam yo'q. Sanoqli odamlar ko'rasizlar, lekin nima deydi, ko'pchilik hamma ishda bo'ladi. Buni vaqtida Varshavadan aholisi unaqa ko'p emas. Nima deydi? Ko'p emas, lekin Ukraina, O'zbekiston, Aziya dillarida, Bangladeshlarda hisobiga normal odam ko'paygan. Atak o'zini aholisi ham o'sha Angliya, Amerika qilib ketishadi. Pyotr jonni yoniga kelganmiz. Hozir Pyotrni olamizda va qochamiz bu yerdan. Dzień dobry. Hop akalar, tashlab qo'ydik. Bizda keyingi zakazimiz nima desam bo'ladi? Karolinadan tushdi zakaz. XL tarifidan nozil bo'lingan bizamizda va anaqa borishni ko'rib olamiz. 2 kilometr ko'rsatyapti. Yonimizda esa kamerayot ketyapti. Xo'p, Varshavaga birinchi kelganman. Birinchi kelib, mana shu yerda eshikdan chiqib, men Aden kababdan kebab yeganman. Mana shu yerda mana turgan kebabdan, Aden kababdan. O'sha Aden kababdan nima yeganman? Kebab yeganman va keyin chiqib turib, nariyoqqa chapga qaraganman, keyin o'ngga qarab turib, hali so'nib qolgan motivatsiyam yonib ketgan. To'g'rirog'i O'zbekistonga ketaman deganman. O'sha paytda Varshavaga kelib yana motivatsiya uyg'ongan. No, atak yomon bo'lmadi. Hamma yaxshi, Allohga shukr. Endi sekin 10 minutda opalar yoniga boramiz. Hop. Ahvolni qaranglar akalar. Havo yaxshi. Lekin настроение yo'q deydi-ku. Настроение nimaga yo'q? Probka. Juda ham katta probka o'tiribsa, chiqindilar ham kech qolyapti, deyishyapti. Bizda otalarida tramvay, akalar, yuringlar endi tezroq aytdi hozir, akalar urib ketishadi mana.
Thanks guys. Bularni tashlab qo'ydik. Centralniy vokzal. Karolina Argentinalilar ekan. Hop, 1 kilometr yurdik. Hop. Bitta rasmga tushib qo'yishimiz kerak. Hozir. Bo'ldi ketdi. 20 so'm berdi 1 kilometrga. Hozir bu o'tadi, keyin yana ishni boshlaymiz. Xo'p akalar, yana bir aytib o'taman. Kim kelmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar va Telegram kanalimni, Telegram gruppamni hammaga tavsiya qilaman. O'tib obuna bo'linglar. O'sha yerda opitni shopir akalarimiz bor. O'sha shopir akalarimiz bilan birgalikda sizlarga maslahatlar beramiz. Xo'p, bundan keyingi videoim Instagramda ham bo'ladi. Instagramimga ham obuna bo'lib qo'yinglar, meta chiqadi. Varshavada taksiga kelib birinchi tushadigan katta shtraflardan birini aytib o'taman, ya'ni ko'rsatib o'taman. Bular bir nechta, ularni ham kontent davomida ular sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. O'shaning uchun Instagramga ham obuna bo'lib qo'ying, Instagramda ham aktiv bo'lib turamiz. Akalar, bizda keyingi zakaz atmen bo'lib ketdi va undan keyingi zakazda 2 kilometrdan zakaz qabul qildik. Agadan hop 6 minutlik yo'l 1.8 Kubas, lekin Ukrains keyingi zakazimizni olib keldik. Bunda keyingi zakazni kutamiz. Havo issiq, sidarosa. Bundan qayta olishimiz kerak. Biz esa keyingi zakaz Comfortdan tushyapti. Tizilib kelgan joyimizga boramiz endi. Hop akalar, XL tarifidan olib keldik. Hop. Tezroq. 34 ga olib keldik. Normalniy. Hop akalar, 323. Nimadirga bonus berdi, menga to'g'ri tushunmadim 8 ta poyezdka uchun. Endi keyingi zakazga qarab to'g'ri aeroportni tark etishimiz kerak. Aeroport tark etishimiz uchun inagida ochaveradi, inagida ochmaydi. Hop. Ochardi. Ochmasa mana uni tiqishimiz kerak edi. Bu paka normalniy. Aeroportdan chiqib endi sekin shahar tarafga qarab yo'l olamiz. Shaharda ko'ramiz endi nima gap ekan. Lekin shaharda bu tarafi qizil turibdi, bu tarafi hapa turibdi. Bilmadim endi nima bo'ladi bag'ir. Ha, akalar, endi tushundim. 157 bonus beribdi menga. Xo'p, azdur nimanidir qilganim uchun buni konkretni ko'ralgani yo'q, to'g'risi. 157, ya'ni $50 yon verdi bonus bergan. Paka ish tinch, zakaz yo'q. Bizga keyingi zakazimiz Prezident mehmonxona bor yerda. Shu mehmonxonadan bo'ldi. Bu mana Centralniy ro'parasida. Tomash. Akalar, bizda keyingi zakaz Markidan Sebastian degan bolani yoniga kelyapmiz. Sebastian. Qayerda Sebastian? Holatda yo'q ekan Sebastian. Hozir chiqadi hozir. Mana chiqyapti Sebastian. Jindoq. Tashlab qo'ydik. Hop, havo endi sovib ketdi. Haligina isib ketdi, endi sovib ketdi. Opani olib keldim. Neydi? Opa. Keyin zakazga kutamiz endi. Hujjatda hozir bu 10 bitta bo'lib pul almashish kerak. O'zgaradi tezroq. O'zgaryapti. Qizil to'lish. Hop, keyin zakazga kutamiz endi. Sizlarga bitta narsani tavsiya qilaman. O'sha birinchi kelib taksidan karta pabiti olsa bo'ladimi, olsa bo'lmaydimi deyotganlarga karta pabiti olsa bo'ladi.
sizlarga eng важный narsasi zazoliniyalarning vaqtida chiqishi kerak и налогni vaqtida to'lab yurishlari kerak. Налог to'lamasdan ham kartopoviy olganlar bor. Faqat misol men lishni shu o'zimda shunaqa opit bo'lgan, bitta tanishim bilan, Xudoberdi degan aka bilan Andijondan Sakadan akam ko'rib turgan bo'lsa, 1 so'm налог to'lamasdan kartopoviy olgan shu odam. Ya'ni topshirib qo'ygan zalochnik nomer 1 degan dokument bilan. Juda ko'pchilik so'raydi va savol keladi kommentariyada, "Mana taksida ishlab, anaqa olsa bo'ladimi, kartopoviy olsa bo'ladimi?" deyshadi. Olsa bo'lmaydi, bas bo'ladi. Imенно taksi sohasida ishlab yurib olayotganlar ham ko'p. Zazvaliyanga hozirgi kunda o'rtacha chiqish vaqti 5 oy, 6 oy, 7 oy bo'lib ketyapti. Imенно o'shanda o'sha zazvaliyani Polshada odamning o'ziga. Shunaqa, o'shaning uchun bemalol, misol kim risk qilaman deyotgan bo'lsa, topshirsalar ham bo'ladi. Kelgan Lodisga topshiringlar, ko'pchilik misol Varshavaga topshirib olishyapti, lekin bitta no degan joyi bor. Imенно taksi sohasiga topshirayotganlaringda bilasizlar, identifikator degan narsasi men rasmini chiqarib qo'yaman. Shu identifikatorlarning bo'lishi kerak. Buni подтвержденияsi bilan Varshavada olyapmiz, bu deyishdi, lekin imенно men Lodisdan olganim uchun shu identifikatorda o'zimni taksoparkim, ya'ni o'zimni firmamdan topshirib turib olganim uchun, borib taqdim qilganim uchun meni adobet qilib berdi. Atak uni ag'ida adobet qilishi juda qiyin degan qana oldim, javobni oldim. Shu 1 oyda chiqdi identifikatorni berdim. Sразу deciziya chiqarib berishdi. Xolos bizda keyingi zakaz 21 minut ko'rsatyapti. Boriga baraka degan joyi vaqi olinadi. Yulian degan passajir. Shuni olamiz va Varshavada bulutli havo. Xullas shunaqa akalar. Imенно identifikatorlarga qattiq bo'lsalaring, muammosi yo'q. 1 so'm to'lamasdan olsalar ham bo'ladi. Keyin ikkinchisiga muammosi yo'q. Ikkinchisida ham xuddi shu topshirayotganlarni faqat налог to'lab yurgan bo'lishlaring kerak. Shunaqa akalar. Hop akalar, bu akani tashab qo'ydik. Zimbabvedan ekan. Hop, 24 zlot berdi, 13 zlot nalichi berdi. Qolgani promotsiya bo'lib tushadi. Hozir bu yerda o'zgarish kerak. O'zgar. XLdan zakaz tushgan. XLda 56 zlotga tushgan. Nima deydi? Yaxshi. Boshiga xullas bu XL eng qimmat olgan zakazimdan biri bu. Pakashto. Lekin aeroportdan akalar bor, ulardan eshitganman, 200 zlotdan ham olishgan joylari bor ekan. Buni asosi kelyapmiz, juda ko'p bo'lmagan, o'sha Varshavada chekkaroq joydamiz. Ya'ni o'sha Yankida pastroqda akalar bilishadi, Varshavada ishlayotganlar. Nima deydi? Shunaqa qishloq joylardan sekin odamni olib shahar joyga yuramiz. Xo'p, 7 tali XL degani, ya'ni 7 ta o'rindiqli. 6 ta o'rindiqli. To есть 3 ta oldiga, 2 ta orqaga, bitta betga. Shunaqa 6 ta odam chiqadi hozir. Agar 6 ta bo'lmasa, yuki ko'proq bo'lsa, XL zakaz qilishar ekan, bitta shunaqa aeroportga asnomnoy XL lar ko'proq 5-6 ta chamadon bilan chiqishar ekan. O'shaning uchun bugun ham 2 dona XL oldim. Ukkalasi ham ko'p odam bo'lmadi. Endi bunda ko'proq odam bo'lishi mumkin, yo'qsa yuki ko'proq bo'lishi mumkin. Shu tarafini hisobga olinar ekan XL lar. Shu taraflari bor ekan. Hop, soatimiz 2 dan 3 daqiqa o'tdi. Baqa yomon emas. Nasib bo'ldi. Chiqonni zapravka qildim, gazim tugab qoldi. Hozir klient iltimos qildi, Filippinlik aka gaz qo'yib olaveramiz, qo'yib olaver dedi. Gazni qo'yib olyapmiz. Qo'ydim. Filippindan ekan, bu Magis Spada olib keldim, ikkinchi zakazdan tushyapti. Bu O'zbekiston. Xo'p, 10 minutlik yo'llik, promokatsiya 60 so'm bo'ldi. Bizga qolgani 50 bo'lyapti. Keyin ketamiz endi. XL plyus taraflaridan shu. Misol hozir
ko'rdilaring 7-8 kilometrga ham 50-55 so'mdan tushdi. Uni shunaqa zakazlar bo'lib turadi orada. Bo'lsa olib urib olish kerak va nima deydi? XL ni tavsiya qilaman. Tozaroq, ko'proq komfortdan ko'ra. Misol 60 ming, 70 ming zlotga, ya'ni bu 20 ming dollargacha, 20 minggacha hisoblaylik. Komfort mashina olgandan XL mashinasini yaxshi sostanasida olganni tuzukroq. Shunaqa. Hozir endi havo bir yopiladi, bir ochiladi, bir yopiladi, bir ochiladi. Ajoyib havo bo'ladi Varshavada, imенно yoz oylarida. Даже o'tgan yil shunaqa vaqtda kurtka ham kiyib yurganman. Endi hozir futbolkadaman. Hozir tashqariga chiqsam sovqotishim ham mumkin. Xullas har xil havo bo'ladi. Havochi tez almashadi albatta. Aeroportga keldik. XL tarif bilan uzun sumkasini ko'ryapsizlar, olib tushib ketgan. Xo'p, XL. Tristan Fransiyadan ekan. Xo'p, endi hozir mana o'zgarish kerak. Qayerdan qochamiz endi? Qullaydi aeroportdan. O'zbekiston chekatlanadi tezroq. 3 kilometrga normalniy olib keldik. 27 zlotga olib keldim. 3 kilometrga shu uzun sumkasi bor ekan, orqaga qo'ydik. Xo'p, endi bizning yurishimiz shaharga chekatlanadi. Xo'p, hammani shu Telegram kanalimizga, gruppamizga taklif qilaman. Описаниеda belgilab qo'yaman. O'tib obuna bo'linglar. Xudo xolisa, ham opiniy voditellar bor, yaxshi foydali ma'lumotlarni ham olasizlar. Shunaqa, endi biz sekin aeroportdan chekatlanayapti. Poka shu aeroport tinch. Tinchuq ham hozir nimadir uramizmi? Ha, hozir ochildi. Endi sekin batdan yurish qilamiz shahar tarafga qarab. Hop akalar, oxirgi zakazlarimizdan biri. Choq. Yana uyga qarab yuramiz. 35 minut ko'rsatyapti uy tarafigacha. Hop, bizga yana zakaz beryaptimi? Akalar, biz ishni tugatdik. Men sizlarga hozir qancha ishlaganimni ko'rsataman. Hop, 765. 12 soat setda bo'ldim. 765 ishlanadi. Bundan 150 gina orada qo'shalaring. 615 zlot ishlagan bo'lyapman. 12 soat smenada, 12 soat smena 23 ta poyezdka. Bu juda ham yaxshi degani. Xullas akalar, har doim ham bunaqa katta summa bo'lavermaydi, lekin katta qattiq qilib ishlasa, bemalol shunaqa summani topsa bo'ladi. Biz hammaga yaxshi kun, yaxshi kayfiyat. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like qo'yib qo'ysalaring. Xursand bo'lgan bo'lardim. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana aloqadamiz.